bo'ldi hojiba? Ma'qulmi? Nodir aka, gap yo'q. Hurmatli xaridorlar, mana bu taroza haqiqiy taroza. 2 qavat, 3 qavat o'rtasida Stiklatasi solingan. Dashta himoyasi bor. Yaxshi eshik. Gap yo'q. Ular kelib ustomga qilib berdi. Yaxshigina sifati zo'r. O'zingizga ma'qul keldimi? Gap yo'q. Hashamlarni qarang, hashamlarni. Hashamlar. Hojiba men uchun qattiq arzon bo'ling. Maylimi? Agar izn bersangiz, assalomu alaykum vatandoshlarimiz, obunachilarimiz. Mana navbatdagi Shohona Foson darvozamizni 3 qavatli variantda, full variantda, fond detallari qalinga ishlangan. Zakasni qilingan darvozamizni o'z vaziriga olib kelib, o'rnatib ustulovga qilib berdik. Bu darvozamizni birinchi o'rinda razmeridan ham ko'ra manzilni tanishtiraylik. Manzillari Sirdaryo viloyati, Guliston shahari. Mahalla nomi? Mahalla qismi. Mahalla qismi. Mahalla nomi, mahalla qismi. Mahalla qismiga olib kelib, mana hojibani hozirlarga qo'yib berib, hojibaga yana suhbatdan olamiz. Darvozamizni razmeridan kelsak 380 eniga bo'lgan, alohida perifatli eshigimiz bo'lgan, 40 sm regl galonga quyilgan. Perifatli eshigimiz 120 ga 390. Katta qanotimiz ham 380 ga 390 bo'lgan. Darvoza 3 sleyda bo'lgan. Oldi detali fonni birinchi qavatga kiradi, 1.8 orqasidan 1.5 list olib turib, shunga solib turib stiklarga qilib berilgan. Darvozani qalinligiga, og'irligiga xotirjam garantiya beriladi. Agar bizga aloqaga chiqsangiz, sizlar to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lasizlar. Xudo xolasa, darvozaning rangilariga kelsak, ranglari o'kir asfalt rangida, tilla rang qilib berilgan. Fonni tilla rangda mana elevat gullariga e'tibor berasizlar. Mana shirshavalisi ishlagan, ko'kka gullar ishlagan, fonni hamma yo'g'i, jilolariga fonni hamma yo'g'i ideal daraja bo'lgan. Peshmurlarga e'tibor berasizlar. Peshmurlar ham 3.2 profilda fonni qanastiradi. Oldida xullas ko'rib ishlamagan narsa qolmagan detalda. 1.5 ga 1.5 profil ham bor, 2.2 profil ham bor, 2 ga 3 profil ham bor. Xudo xolasa darvoza tepa tomonidan o'zi e'tibor berasizlar. Mana skvat olishni yozgi kunda shabada kirib turish uchun 1.8 listdan lazerda fonni chizdirib berilgan. Xudo xolasa yongilari, kesaklariga fonni krugovoy atrofida megawattda haqiqiy toza shivellar, o'nakiga 6 toza shivellar, bezulab, umuman mayda xullas haliga tufta material ishlamagan. Xudo xolasa O'zbekiston, Tojikiston hamma davlatlarga dastavkamiz bor. Olib borib, o'rnatib, kalitlarni shuni qo'llariga topshiramiz, keyin pul sanashadi. Hojiba, endi assalomu alaykum. Yana bir bor. Darvozalar qutlug' bo'lsin. Mana ertaman nomir ikkalamiz mashina, hojiba. Gap yo'q. Ish sifatli. Bir tomoshabinlarga o'z fikringizni bildirib yuborsangiz, sizning og'zingizdan chiqayotgan gap biz uchun ishonch. Albatta. Mana biz guvoh, mana ish zo'r, gap yo'q, materiallar ham qalin, hammasi ishlangan. Gap yo'q, shoqni o'tkazmaydi. Bitta qanotni nechta kishi ko'tardik? Mana xolis soladi, mana tepada Alloh guvoh. 12 kishi ko'tardik. 12 kishi. O'shanda ham zo'r bildik. Yo'q, yaxshi, gap yo'q. Pasangisi yaxshi, sharlar qo'yilgan. To'liq qachonlikda. Yosh bolamda ochadi. Hozir ochib ko'rsataman, to'xtatib tomoshabinlar. Chunki orqasi deganlarga orqasini ham ko'rsatib o'tamiz-da. Keling, keling. Mana orqa tomonlari fonni ideal darajada. Xudo xolasa o'g'limiz uchastkasiga buyurib nasib qilsin. Har bitta xonadonga shunaqa darvozalar, shunaqa uylar har bitta insonga nasib qilsin. Mana orqa tomonlarga e'tibor berasizlar. Darvozamiz nihoyatda mana yarimtaga ochilib yopiladi mana. Bismillahirrohmanirrohim. Orqa tomonlar tik. Qanotimiz o'sha qotgan joyda qotadi. Sababi umuman defekt yo'q, ochilib ketish boshqasi yo'q. Bo'l bo'lgan. Yopish oson, yengil mana. Yengil, yosh bola ham ochib yopadi. Shunday. Chiqib Bitta bormoqda ketman. Shunday. Chiqib. Mana. Hadi yoping-chi. Bismillah. Chiqib. Ana shunaqa. Hurmatli obunachilarimiz, Zamoga operator yaqinroq keling. Zamoga e'tibor beringlar. Chunki Zamoga qismagan pulni darvozaga ham qisilmaydi. Chunki toza zamog qo'yildi. Agar aloqaga chiqsalaring, bemalol Zamogdan ham tanishtirib o'tamiz, materiallarni ham tanishtirib o'tamiz. Agar maslahat kerak bo'lsa, maslahatdan beramiz. Xudo xolasa darvozamiz yoqqan bo'lsa, bemalol bexijolat aloqaga chiqasa, narx-navosini kelishamiz, qulay variantda sizlarga hamyon bo'lib turib, kelishilgan holatda qilib beramiz. Hojiba, yana bir bor bergan pulingizga rizo bo'ling. Biz endi uzoq yo'lga ketamiz. Otam. Mayli.
xalqimizda charchamaydi. Aytganingiz kelsin. Mana to'ylarga, ha, yaxshi kunlarga, mana shunday chiroyli darozani qo'ying. Sizlarning esdalingda. Sizdan siz Bu 100 ta turadi bu, kamida 100 ta turadi. Mash qanchaga kelishgan bo'lsak, menga pul qiziqtirmaydi. Sizni xursand qilishim qiziqtiradi. Ikkinchi o'rni sifat. Men sizni ko'nglingizni olsam, bu sifat ag'i kelib chiqaveradi. Siz ko'nglingizni olganim, sifati chiroyli bo'lgani. Ham chiroyli, ham Gap yo'q. Hojiba, bergan pulingizga rizo bo'ling. Endi men uzoq yo'lga ketaman, bitta duo qilasiz. Shu qo'llarni qo'llatib ko'rmasin. Xalq quvvatdan hech qachon charchamasin. Mana shunday chiroyli darozani qilib, shu to'ylar qo'shiladigan, qiladigan avtomobillar o'rnatib yursin, hech qachon charchamasin. Qo'llar dard ko'rmasin. Doimo Allohning panohida bo'ling. Allohu akbar. Yaxshi qoling, hojiba. Agar xizmat bo'lsa, foyda bo'lasiz, ota. Gap yo'q. Siz yoshingizda kiraveraylik. Obunachilarimiz, agar darozamiz videomiz yoqqan bo'lsa, xudo xolasa bir donadan like, obuna tugmasini bosib qo'ysalaring, bundan ham chiroyli darozalarimizni xudo xolasa O'zbekiston barcha hududiga, Tojikiston, Qirg'iziston, Yesingi davlatlarga fonni dastlabkamiz bepul obod o'rnatib surga qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.